Assalomu alaykum. Demak, biz pardalar tikish uchun kerak bo'ladigan tovarlar do'koni uchun dastur yasab berdik va hozir bu dasturni birgalikda ko'rib chiqamiz. Eng muhim joyi, dasturimizdan telefonda, planshetda va kompyuterda birdek foydalanishimiz mumkin. Hozir telefonda qisqacha ko'rsatib o'taman, batafsil esa kompyuterda ko'rib chiqamiz. Avval qisqa qilib, bu biznesdagi jarayon haqida aytib o'tsam, dastur ishlashi yanada tushunarli bo'ladi. Bizda ta'minotchilar, sotuvchilar, chevar va mijozlar bor. Ta'minotchilar bizga mahsulotlarni yetkazib berishadi va u mahsulotlarni chevar va mijozlar do'kondan xarid qilishadi. Xarid qilishda to'lovni qisman, to'liq yoki to'laligicha qarzga olib ketishadi. Bunda narx o'zgarmaydi. Jarayon shunaqa. Endi esa dasturimizni imkoniyatlarini va qanday ishlashini ko'rib chiqamiz. Agar dastur bo'yicha savol va takliflaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Demak, dasturimiz shu biznesni deyarli barcha jarayonlarni nazorat qilishni o'z ichiga oladi. Birinchisi, ta'minotchilar va mijozlar bilan oldi-berdilar. Ta'minotchilar bor bizda va ularni neytral, haqdor yoki qarzdorligini bu yerda ko'rib turamiz. Mijozlarda ham shunaqa. Qaysi mijoz necha pul qarzi bor va umumiy jami mijozlardan qancha haqdormiz, ya'ni ularni qarzi bor. Chevarlarda ham shunaqa. Hop, chevarlarni umumiy qancha qarzi bor bizdan bu yerda kuzatib boramiz. Va bu dasturimizga ta'minotchilarni, mijoz va chevarlarni ma'lumotlarini kiritib olishimiz mumkin. Buning uchun qo'shish tugmasini bosamiz va ular haqidagi ma'lumotlarni kiritib, saqlashni bossak, saqlanadi va bazamizga tushadi. Bu yerda ham shunaqa. Ma'lumotlarni kiritib, saqlashni bosamiz. Bu yerda yana bitta muhim joyi bor. Chevar yoki mijoz eskimi, yangimi? Ya'ni eski bo'lsa, demak, biz bilan avvaldan oldi-berdi qilgan, ya'ni qarzi bo'lishi mumkin. Shuning uchun eskini tanlaganimizda qarzini yozishimiz mumkin bo'ladi. Yangini tanlasak yo'q. Va saqlashni bosamiz, saqlanadi. Mijozlar ham shunaqa. Qo'shni bosib, ma'lumotlarni kiritib, saqlab qo'yamiz. Bu dasturimizda ma'lumotlar o'chib ketmaydi. O'chirilgan ma'lumotlar saqlanib qoladi doim va zaruratga qarab biz qayta tiklab olishimiz mumkin. Mana bu yerda o'chirilganlar bo'limiga saqlanib boradi. Misol uchun, mana shu sotuvimiz bexosdan o'chib ketdi deylik. Mana o'chib ketdi, bu yerdan qolib qoldi va o'chirilgan bo'limiga borsak, sotuvga o'chirilganlar ichiga tushgan va bu yerdan biz qayta tiklab olishimiz mumkin. Tingladik va sotuvga qaytib borsak, mana yana paydo bo'ldi. Ma'lumotlar hech qachon o'chib ketmaydi, doim saqlanib boradi o'zimizda. Keyingi imkoniyatimiz omborxona boshqaruvi. Bu yerda biz skladimizda qaysi mahsulotdan nechtadan qolganini ko'rib turishimiz mumkin. Mana bu yerda baxmal oq mahsulotimizdan 31 metr bor. Bu yerda metr va donalik mahsulotlar alohida ajratib ko'rsatilgan. Hozirgi narxi, kelish narxi barchasi shu yerda bo'ladi. Yangi mahsulot qo'shmoqchi bo'lsak, mana bu yerdan ko'rishimiz mumkin. Ma'lumotlarni kiritamiz, dona, boshlang'ich miqdor, ya'ni avvaldan omborda nechtadir bormidi? Agar bor bo'lsa, shu yerda yozamiz, bor bo'lmasa, shunchaki saqlaymiz. Keyingisi xarid va sotuv jarayonlarini boshqarish. Xarid qilib ko'ramiz va buning uchun biz push tugmasini bosamiz. Kimdan? Ta'minotchilar bu yerda chiqadi. Davron ismli ta'minotchimizdan olamiz. Saqlashni bosib, mana bu yerda status yangi. Status yangi bo'lgan holatda biz mahsulot qo'sha olamiz. Pushni bosamiz. Biz nimalar oldik? Karniz bo'ldi, rangi tillang. Hop, miqdorini nechta olamiz? 12 ta oldik va bu yerda eng oxirgi marta necha puldan sotib olganimizni ko'rsatadi. Hop, nafar deylik 24 mingdan beryaptilar. Umumiy narxi hisoblanadi. Saqlashni bosamiz. Chiqadi. Yana qo'shsak, bu yerda o'zi bir marta xarid qilgan mahsulotimiz qaytib chiqmaydi. Demak, ilgak seri. Shu mahsulotdan ham olib qolmoqchilar. Avval olmagan bo'lsak, bu yerda
narxi chiqmaydi. Shuning uchun bu yerda hop unumdor so'mdan sotyaptilar. Saqlashni bosdik. Bu yerda mahsulotlar hammasi ko'rinib turadi. Mahsulotlarni olib bo'lganimizdan so'ng, mana bu yerdagi oldingi tugmasini bosamiz. Narx kiritishga o'zgaradi va biz narxni kelishimiz mumkin. 372 ming so'm bo'lgan bo'lsa, biz 370 ming so'mga kelishdik. Saqlashni bosamiz. Undan keyin to'lov bo'limi ochiladi. To'lov qo'shamiz. Hop, qaysi kassadan? UzCard kassamizdan to'lov qilmoqchimiz. 200 ming so'm, 270 ming so'm to'lov qildik. Saqlashni bosamiz. Mana bu yerda ko'rinadi. 270 ming so'm hozir berdik. Shu xariddan qarzimiz qoladi. Hop. Bu qarzni keyin beramiz. Bu hisoblanib boradi. Hop, demak, endi oldingi tugmasini bosamiz va status tugallandiga o'zgardi. Tugallandiga o'zgargandan so'ng biz bu yerga mahsulot qo'sha olmaymiz. Mana saqlab bo'lmaydi. To'lov ham qo'shib bo'lmaydi. Demak, nosozlik kelib chiqmaydi bu borada. Sotuv bo'limi, sotishda ham shunday mana. Sotuvda mana bu yerda biz admin profildan kirganmiz hozir. Admin sotuvchilar nomidan ham sota oladi. Sotuvchilar esa faqat o'zini nomidan sotadi. Mana ko'rsataman. Biz sotuvchini nomidan kirdik. Qo'shni bosganimizda mana o'zgartirib bo'lmaydi. Faqat o'zini nomidan sota oladi. Mijoz. Sotuv turi bo'ladi bizda. Chevar orqali mijoz deganda, mijoz qaysi chevarga o'sha pardasini tiktirmoqchi bo'lsa, o'sha chevar bilan birga kelsa, bu sotuv turi bizda ishlaydi. Yoki o'zi, yoki chevarni o'zi. Demak, bizda hozir mijozni o'zi xarid qiladi deylik. Saqlashni bosamiz. Status yangi. Yangi bo'lgan paytda to'lovlar bo'limi chiqmaydi. Faqat mahsulot qo'sha olamiz. Mahsulot qo'shamiz. Baxmal shu materialdan sotolmoqchilar. Bizda omborda 30 metr bor. 31 metr kiritsak sotolmaymiz, chunki 31 metr bizda yo'q. Shuning uchun demak, 12 metr olmoqchilar hozirgi narxini avvaldan belgilab qo'yamiz omborda. Bu yerda jami summa saqlashni bosamiz. Yana olmoqchilar nima? Ilgak olmoqchilar. Narxni biz mahsulotlarni qo'shib bo'ldik. Endi oldingi tugmasini bosamiz. Status narx kiritishga o'zgardi. Biz kelishilgan narxni kiritishimiz mumkin. 996 ming so'mlik bo'ldi va bu yerda biz 990 ming so'mga kelishsak bo'ldi. 990 ming so'mga kelishdik deylik. Kelishilgan narx kiritsak, bu yerda to'lov qismi ochiladi. To'lov qismida mana Humo kartamizga to'lov qilmoqchilar. Tanladik. 490 ming so'm hozir to'lamoqchilar. Qolganini keyin. Saqlashni bosdik va bo'ldi. To'lovimiz yozildi. Mana bu yerda esa hozir olgan pulimiz turadi. Shu sotuvdan mijozni qarzi. Hop. Endi olingani bossak, bu yerda tugallandiga o'zgaradi. Tugallandiga o'zgarganda ma'lumot qo'shib bo'lmaydi. To'lov ham, mahsulot ham. Sotuv statusi tugallandiga o'zgarganda, mana bu yerda sotuvchi uchun tahrirlash va o'chirish tugmasi o'chib qoladi. Bu admin profil. Admin profilda o'chirish va tahrirlash tugmasi doim bo'ladi, lekin sotuvchi o'zgartira olmaydi. Bu ham xavfsizlik uchun kerak bo'ladi. Sotuv yakunlangandan so'ng biz sotuv bo'yicha chek chiqarishimiz mumkin. Mana sotuv bo'yicha ma'lumotlarni yuklab olib, pechat qilishimiz yoki xaridorga yuborib qo'yishimiz mumkin. Batafsil ma'lumotlarni. Keyingi jarayon oylik statistikalar. Bizda mana bu yerda har oylik statistikalar chiqib turadi, ya'ni qancha tushum bo'ldi, sotuvdan qancha foyda bo'ldi, qancha rasxod qildik va umumiy foydamiz. Ya'ni sotuvimizdan rasxodlarimizni ayirsak, bizda shu oydagi umumiy foyda kelib chiqadi.
Bu yerda kunlar kesimida statistikalar keladi va bu yerda shu oy qo'shilgan yangi mijozlar va yangi chevarlarni sonini ham ko'rsatib turadi. Bu yerda rasxodlar, oylik maoshlar, shu oyga tegishli barcha ma'lumotlar kelib turadi. Rasxodlar bo'limidan biz rasxod qo'shishimiz mumkin. Qo'shishni bosib, xarajat nomini yozamiz va bu yerdan kategoriyasini tanlaymiz. Oziq-ovqat yoki xo'jalik uchun. Miqdori qaysi kassadan to'ladi. Saqlashni bossak, qo'shiladi. Demak, keyingi bo'limimiz bu xodimlarga oylik berish. Oylik berish, buning uchun mana bu yerda KPI hisoblab boriladi. Har bir mart oyida Akzamxo'ja ismli sotuvchi 900 ming so'mlik savdo qilgan va shu tarzda barcha sotuvchilarni statistikasi kelib chiqadi va bunga qarab biz oylik berishimiz mumkin deylik. Mana bu yerdan sotuvchini tanlaymiz, qaysi oy uchun va mana bu yerdan pul beramiz u kishiga. Qaysi kassadan? Asosiy kassadan necha pul berdik? 1.200.000 so'm berdik deylik. Bu yerda berishga mana yozilib boradi. Bizda foydalanuvchilar bo'limi bor. Bu yerda sotuvchi va adminlar alohida bo'ladi. Negaki sotuvchilarga hamma bo'lim ham ko'rinavermaydi. Bu xavfsizlik uchun balki mijozning talabiga ko'ra. Ya'ni balans bo'limi bizda sotuvchilarga ko'rinmaydi. Balans bo'limida mana qancha haqqimiz, qancha qarzimiz bor. Mana bu yerda ko'radigan bo'lsak, mana ro'yxat orasida balans ko'rinmaydi, chunki bu sotuvchi profili. Keyingi imkoniyati bu kassa nazorati. Qancha naqd pulimiz bor, qancha kartada pulimiz bor, hammasi ko'rinib turadi. Ichiga kirib ko'rganimizda asosiy kassa bilan bog'liq bo'lgan barcha jarayonlar ko'rinib turadi. Masalan, kartadan pul yechilgan bo'lsa, mana bu yerda ko'rinib turadi. Yoki pul tushgan bo'lsa, pul yechilgan, hammasi ko'rinib turadi. Hop, kassadan pul yechish qismi ham bor bizda. Pul yechish mana deylik. Pastki kassadan, asosiy kassadan deylik 120 ming so'm yechildi. Nimadir yozib qo'ysak bo'ladi. Saqlashni bosganimizda mana asosiydan 120 ming so'm yechildi va bu kassamizdan ayriladi. Kassamiz hozir minusga o'tdi, chunki uncha pul yo'q edi sinov uchun. Kassamiz holatini doimiy ko'rib tura olamiz. Shunaqa imkoniyatlar bizning dasturimizda hozircha. Agar siz ham o'z biznesingiz uchun shunaqa shaxsiy dastur yasatishni xohlasangiz, biz bilan bog'laning. Qisqa muddatda va hamyonbop narxlarda sizga dastur yasab beramiz. Kanalimizni kuzatib boring. Yasagan barcha dasturlarimizni kelgusida shu tarzda tanishtirib boramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.